Hammaga salom, sizlar bilan Shahur To'li. Anchadan beri qo'l urmayotgan mavzuyimiz, ya'ni janrimiz telefonlarni battle qilish va telefonlarni bir-biri bilan solishtirishimizni deyarli oxirgi marta qilganim eslolmayman. Aynan bugungi mavzuyimizda Xudo xohlasa iPhone 14 Pro Max bilan 15 Pro Max ni qaysi birini olish kerak? Misol uchun endi hisob olayotgan bo'lsanglar, birato'la 15 olishim kerakmi, 14 mi yo iPhone 14 Pro Max mi 15 qo'yarmikin degan savollarni Xudo xohlasa bugungi mavzuyimda javobini topib olasizlar. Battlemizni birinchi bo'lib telefonlarimizni kamerasidan boshlaymiz, chunki nimaga? Ham любой bitta iPhone foydalanuvchilari, iPhone sotmoqchi bo'lgan inson baribir ham iPhone kamerasiga qiziqadi va qaysi biri kuchliroq ekan, mana shu hozir sinab ko'ramiz, bilan tekshiramiz. Ikkala telefonimizning kameralaridan eng katta farqlardan bu telefoto kamerasi, ya'ni zoom imkoniyatlarida. iPhone 14 Pro Max da 3x zoomgacha tasvirga ola olasizlar, 15 Pro Max da 5x gacha. Ikkala telefonimiz ham kamerasi 48 megapikselni tashkil qiladi. Lekin iPhone 15 Pro Max da Photonic Engine va Smart HDR5 optimallashtirilgan. Bu orqali iPhone 15 Pro Max dagi suratlarning ranglari anchagina tabiiy chiqadi. Ikkala telefonlarimizni ko'rdinglar, baho berdinglar, endi baribir ham 15 Pro Max ni kamerasi ustida ishlangani yana bilinib turibdi. Detallarni va ranglarni boshqacha boyitib berayotgani uchun baribir ham farqi bilinib qolyapti va endi o'zingizlarning ehtiyojingizga kelib chiqib, misol uchun o'zingizlar baho berasizlar, o'zingizlarni misol uchun tanlovinglarni aniqlab olsanglar bo'ladi. Baribir ham praktически iPhone 15 Pro Max ni kamerasi baribir ham kuchliligi 14 ga qaraganda sezilib turibdi. Endi ikkala telefonimiz ham protsessorini sinab ko'rish uchun hozir ikkala telefonimizni ham gaming test qilib ko'ramiz. Ham farqini o'zingizlar явно ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zi farqi bormi, yo'qmi? Также ikkalasi ham 120 Hz. Misol uchun 15 Pro Max balki tezroqdir yoki izolyoti kuchliroqdir, qanaqadir boshqacha prem funksional narsalari bordir. Hozir mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ikkala telefonimiz ham xarakteristikasini tanishtirib o'tib ketaman. Ikkala telefonimiz ham displeyi OLED 6.7 dyuymdan. Protsessorlariga keladigan bo'lsak, iPhone 14 Pro Max telefonimizda Ion 6 Bionic, iPhone 15 Pro Max telefonimizda Ion 7 Pro chipi joylashtirilgan. Ikkala protsessorlarimiz ham hozirgi kundagi barcha o'yinlar yoki og'ir programmalarni maksimal darajada bemalol qotmasdan ishlab berishiga yordam beradi. Batareya sig'imiga keladigan bo'lsak, iPhone 14 Pro Max telefonimizda 4323 mAh, iPhone 5 Pro Max telefonimizda 4441 mAh. Ikkala telefonimiz ham kundalik hayotda ham va o'yinlarda ham zaryadkasi bemalol o'zingizlarning ehtiyojingizgacha yetib beradi. Va ikkala telefonimizda ham klassika va TDM turnirlarga bemalol qatnashib yursanglar bo'ladi. Va albatta to'g'ri nastroyka qila olsanglar, juda ham zo'r headshotlar bera olasizlar. Agarda sizlar mana shu telefoningizlarni to'g'ri nastroyka qila olmagan bo'lsanglar yoki bo'lmasam telefoningizlarni qotayotgan bo'lsa, FPS past bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tsanglar, mana shu barcha xizmatlarni arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni telefoningizlarni to'g'ri nastroyka qilib beramiz va telefoningizlarni qotmaydigan qilib FPS-ni oshirib bera olishimiz mumkin. Telegram kanalim ekraningizda va opsiyada обязательно qoldirdim. O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar va hozirgi aytgan gaplarimni, ya'ni fikrlarimni yanada ham boyitib beraman. Men avvaldan aytganman, to'g'ri iPhone 14 Pro Max bo'ladimi, 14 seriyami, 15 seriyami, 16 seriyami, prям protsessori fullovi заряженный prям turibdi. Hali beri misol uchun protsessorini qiynab tashlaydigan programma, o'yin, montaj programmalari umuman yo'q. Bemalol hozirgi kungacha nima prям o'yin bo'ladimi, programma bo'ladimi, montaj programma bo'ladimi, hech qaysi bilan prям fullovi prям kuchini sinab bo'lmaydi. Shuning uchun ham sizlarga maslahatim to'g'ri, agar faqatgina o'yin sferasi bo'yicha ham olmoqchi bo'lsanglar, agarda pulinglarni ham tejamoqchi bo'lsanglar, 14 Pro Max ham bemalol, agar faqatgina kibersportga misol uchun o'ynayman yoki bo'lmasam o'yin uchun olaman desanglar, 14 Pro Max o'zi ham bemalol yetib beradi. Chunki telefonlarimizning protsessorini bor prям kuchini sinab bera oladigan, bor kuchigacha prям tortib oladigan, sug'ura oladigan o'yin yoki programma yo'q. Ikkalasi ham to'liq 120 FPS beradi. To'g'ri, iPhone 15 Pro Max da ramkalari ozgina kichikroq, 0 kelgan 14 Pro Max ham ramkalari prям nicho bemalol ishlatgani ancha-muncha bo'ladi. Shuning uchun pulinglarni tejamoqchimisizlar, lutshi prям 14 ni o'zini olib qo'yaveringlar. Chunki ma'no yo'q. Prям faqatgina o'yin uchun olayotgan bo'lsanglar, ikkalasining protsessori juda ham kuchli va ikkalasi ham 120 FPS to'liq ocha oladi. Sizlarga o'yin o'ynagani va kibersport uchun ham bemalol yetib beradi. Aytaylik, bironta Androiddan уже iPhone ga o'tyapsizlar yoki bo'lmasam eski prям iPhonelardan
14 yoki 15 ni prям tanlov qilyapsizlar va sizlarga mana shunaqa vaziyatda bera oladigan maslahatim birato'la 15 ni olib qo'yganinglar anchagina prям ma'qulroq. Chunki birinchidan dizayn tomonlama ham anchagina yaxshiroq prям hissiyot ola olasizlar. Chunki titanoy korpusda va displey ramkalari ham anchagina ingichkalashtirilgan va nima desa bo'ladi, kamerasi ham anchagina prям 14 ga qaraganda farq bemalol seziladi. Va birinchi marta misol uchun yangilanish, haqiqiy prям upgrade qilayotganingizda birato'la 15 yaxshiroq va sizlarga tavsiya qila olaman. Mayli ozgina pulingiz ketsin, lekin yaxshiroq dizayn, yaxshiroq prям hissiyotlarni sotib olinglar, mazza qilib ishlatasizlar. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomizni ham oxiriga yetib kelyapmiz. Agarda kontentlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, обязательно prям kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, men uchun eng katta motivatsiya mana shu bo'ladi. Videomizga обязательно like bosishingizdan chiqmasin, kommentariyada o'zingizga qiziq bo'lgan savollarni обязательно yozib keting. Har doimgidek o'rtoqlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joningiz sog' bo'lsin. Hech qachon prям kim nima gapirishdan qat'iy nazar hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda mana shunaqa obzorlar, prям shunaqa battlelar, solishtiruvlar qilib o'tirish nasib qilsin.